Trendga aylangan mana shunday kosmetichkani konstruksiyasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Bu konstruksiyani men kichkina variantda chizib ko'rsataman. Sizlar katta variantda chizib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Demak, listimizning tepasiga 31,5 sm lik to'g'ri liniya tushirib olamiz va yon tarafdan 6,5 sm tushirib va yonga xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib 5,5 sm chiqamiz va pastga 9,5, yana 5,5 va 12 sm va yana 5,5 va 9,5 sm tushib, qolganini xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib chizib olamiz. Pastki qismini ham 31,5 sm chizib, ikkinchi tarafiga ham xuddi shuna qilib ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu kosmetichkamizning razmeri M razmer, ya'ni o'rta razmer hisoblanadi, ya'ni sredniy razmerimiz bo'ladi. Kosmetichkani boshqa razmerdagi konstruksiyasini olishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang va video tagida konstruksiya so'zini yozib qoldiring.